ko'pi yolg'on yoki bo'lmagan gap. Bu mening shaxsiy fikrim. Ya'ni bir hafta yaxshi bo'ladi, 10 kun qiynalasan, keyin hammasi iziga tushib ketadi degan gaplar. 37 ga kirdim. Mana shu yoshda nafsimga qarshi urush e'lon qildim. Ya'ni kichkina amallar bilan 40 kun davomida umuman shirinlik yemayman. Har kuni ertalab badan tarbiya, yurish yoki yugurish mashqlarini qilaman va har kuni kitob o'qiyman deb maqsad qilib qo'ydim. Ishoning, kundan kunga qiyin bo'ladi. Kundan kun nafs shunchalar hiyla qiladiki, ertalab turganingizda ozgina yot yoki bugun yugurishga chiqma, mayli qolganlarini qilasan yoki shu kitobni o'qib olim bo'larmiding yoki shirinlik yemasang nima o'zgaradi, ozgina yeb ko'r degan narsalar bilan shunaqa hiyla qiladi. Lekin shunga qarshi tura olsangiz, ya'ni o'zingizni nafsingizga qarshi kurasha olayotganingizni sezganingizda o'zingizga bo'lgan iroda, ishonch ortib boraveradi. Qiyin, juda qiyin bo'lyapti. Mana 2 oy oldin operatsiya bo'lganman. Ustimda hech qanaqa sport uchun, yugurish uchun kiyadigan kiyim yo'q. Oddiy kiyimdaman. Instagramdan kuzatuvchilar yozdi, bir ikkitasi, aka men ham sizni ko'rib boshladim, yuguryapman yoki men ham boshlayman degan gaplarni. Siz qachon boshlaysiz? Nima uchun o'zingizning sog'ligingizga befarqsiz? Sizga, oilangizga sog'lom farzand yoki sog'lom ota kerak, sog'lom turmush o'rtoq kerak. Sog'lom bo'lmasangiz hech kimga kerak emassiz. Hammaga tashvish tug'dirasiz. Gap faqat sog'lik haqida ham emas. O'z irodangizni sinab ko'ring. Hayot kundan kun yashash qiyinlashadi. Unga qarshi bardoshli, matonatli, irodali bo'lgan odamlargina tirik qoladi, ya'ni kurasha oladi. Shuning uchun harakat qilish kerak hamma o'zi uchun. Fikrlaringizni kommentariyada yozing, albatta o'qib javob beraman va keyingi hech yo'q challenge-ni birga boshlarmiz. Salomat bo'ling.